O'zbek maqollari borki, yoki men bitta muammom o'zimga yetadi. Nima kerak menga birovning muammosi degan tushuncha kamida yo'q. Yo'lda ketyapti, masalan, yordam berish kerak bo'lgan insonlarga baholi qudrat yordam beradi. Hech kimdan hech kimni ayirmaydi. Qo'tir ko'ppakli o'sha kuchukning egasi ham u uchun bir, qo'shmachi ham bir sanaladi, rahbari ham bir, eng qizig'i. Shu uchun men aytgan bo'lardim, asardagi obrazlar har bittasi shunchaki obraz emas, maxsus kodlar. Masalan, Salomona Chol Mersoni samimiyatini, odamlarga bir xil teng ko'zda qarashini tasdiqlovchi kod. Mersoni idorasidagi rahbar bor, u shuhratparast emassan deb ayblagan rahbar. U bilan munosabatda Mersoni naqadar samimiy, rostdan ham shuhrat degan narsadan nafratlanadigan bir qiyofasini ko'rsatib beradigan bitta kod. Rahbariga borib bir gap aytadi. Idoramizda qo'l yuvamiz, sochiq bitta deydi. Hamma bitta sochiqqa qo'l artaveradi. Sochiqni avtoda yag'ir holatga tushib ketgan. Nega sochiqni almashtirmaysiz degan gapni erkin aytadi. E'tibor bering, boshqa mulozimlar aytmaydi bu gapni. Boshqa mulozimlar rahbariga bu gapni aytish, bu xuddi bir kamchiligini yuziga aytish bilan narsa. Buni aytsam deb hisob-kitob qiladi. Ertaga meni u ishlashim bor. Mansab degan narsani odamzod qanchalik tubanlarcha o'ylaydi, bilasiz. Mersa bu narsani o'ylamaydi. Sochiq yaxshi emas, sochiq almashtiring, rahbar degan gapni aytadi. Yana kim ham aytadi. Mana shu tenglik munosabatlarga uchun hamma teng deyman-da. Teng jirkanmaydi. Shu nuqtai nazaridan niqobsiz deb baholasak bo'ladi. Bo'ladi, ha. Lekin uni bemorni oldiga olib borib qo'ymagan bo'lardi Albert Camus baribir. To'g'ri. Olib bormaganda. Olib bormagan. Ya'ni olib borish haqida o'ylagandir balki, lekin unda o'zini absurd qoidalari rostdan buziladi. Rostdan buziladi. O'zgarib ketadi. Odamni qiynaydigan joyi ham shuda, buni begonani aynan Merso obrazini odamlar qanday qabul qilishi shu bilan bog'liqda. Ana yana bitta voqea bor. Gapingiz bo'ldi o'zim. Asarda Mersoni bir yaxshi odati bor. Gazetalardan kulgili, qiziqarli, o'ziga xos voqealarni qirqib yig'ib yuradi doim. Bitta voqeani o'qib qoladi bir kun. Chexoslovakiyada bo'lgan voqea deydi. Bir yigit, kambag'al holda yashagan yigit uydan chiqib ketadi. Onasi, singli o'zi yashaydi. Shu yaxshi chet elda ishlab, pul topib, boy badavlat bo'lib, uylanib, ayoli va farzandini ham olib, o'zi tug'ilgan shaharga qaytib, to'g'ridan to'g'ri uyga bormaydi. Ayoli bilan farzandini mehmonxonaga qo'yib, bir so'mka to'lab pulni olib, uyga keladi. Bu paytda onasi bilan singli uy mehmonxonasi bor edi ularni. Eshigini tiqillatadi. Bir necha yillar o'tib ketgan, yuzidan tanimaydi. Bir kecha qolmoqchiman deydi. Joy bormi deydi. Ha, joy bor deydi. Chiqadi xonani, atayin sumkani ochib, bir sumka pulni ko'rsatib qo'yib, joyiga cho'ziladi. Buni onasi, singli ko'rib qoladi. Ko'rib qoldimi, ular arang yashayapti. Mehmonxona ham bu kundan ertasiga o'tishi ham zo'r o'tib turgan bir holatda kechqurun nima qiladi deng? Uni o'ldiradi. Uni urib o'ldiradi. Ertasiga endi pulni olishadi. Tabiiyki, o'zini olib borib, daryoga tashlab yuborishadi. Ayoli kutadi, kelmayapti chunki tong otgandan keyin olib borib syurpriz qilmoqchi, yangilik qilmoqchi. Hali kutadi, kunning bir qismi o'tib, hali kutadi. Uyini aytgan edi, mana shu bizning uyimiz deb. Ayoli farzandi bilan keladi. Eshik taqillatadi, yana chiqadi onasi qizi. Mana shu kecha kelgan inson shunday kelgan edi. U sizning o'g'lingiz edi. Men keliningizman, mana bu nabirangiz sizni dedi. Bilasizmi nima bo'ladi? Ona o'zini o'ldiradi, singli o'zini quduqqa tashlab o'ldiradi. Ikkovi ham o'zini o'ldiradi. Merso izidan nima deydi bilasizmi? Ana u o'lgan yigitni haqqidan deydi. Haqqidan deydi. Onani singilni ayblamayapti. Shu boy bo'lib onamni, singlimni sevintiraman deb kelgan, lekin o'zini tanishtirmagan. Qiyofani ortiga o'tib olgan, o'zini yashirgani uchun jazosini oldi deydi va bu haqqidan deydi. Odam hech qachon ikki yuzlamachilik qilmasligi kerak deydi. Mana uni yana bitta e'tiqodi. Mana shunaqa qarashlari bor unda. Mersoning qarang, e'tiqodi va yoki diniy e'tiqodi, haligi nimada turgan paytda, qamoqdalik paytda uni oldiga
nima keladi-ku cho'qintirish uchun kelishadimi, tavba qilish uchun. Ruhoniy. Bitta zo'r solishtirmangiz bor, sizni shuni eslab ketishingizni xohlardim Kamol. Bu nimaga Stendalning Qizil va qorasiga bu qadar o'xshaydi? Shu joyini aytib o'tsangiz. Hech kim aytmagan joyida bu. Ha, o'tgan safar ham to'xtalgan edik va Julien Sarelni Mersoni akasi deb aytgan, akasi demak. Buni rostdan o'xshash, juda ham o'xshash. Men Qizil va qorani o'qiganimda Albert Camus juda ham qattiq ta'sirlangan mana shu nuqtalardan deb va o'sha Julienni qamoqxonadagi monologlari, xatti-harakatini katta qismi ruhi begonaga ham ko'chgan deb o'ylayman. Mersoga, begonaga ko'chgan deb o'ylayman. Chindan shu bor narsa. Julien Sarelni obrazini biladi, keyin kitobxon biladi. O'qituvchi yigit, boylarning ichida yashagan. Uni ham o'z haqiqatlari bor. O'sha byurokratiya deydi-yu, mana shu yuqori qatlam ichidagi soxta sun'iyliklarni ko'rib, ulardan nafratlangan yigit qamoqqa tushib qoladi. U ham qotillik bilan bog'liq. Va oldiga pop deydi asarda, ruhoniy baribir hazrat kirib keladi va o'sha tavba qilishni so'ragan paytda Julien juda ham nafratlanib ketadi. Julien o'qiladigan duolarni ham bilar edi ko'p narsani. Unga men senga o'rgataman, bo'tam deb, u juda ham yod olgan, o'qimishli yigit bo'ladi. Uni yoniga kelib bilgan narsalarni o'rgatmoqchi bo'lib turganligini o'zi ensasini qotirib tashlaydi. Va u ham mayli, ularga ham chidab turadi-yu, pop ruhoniy hazratlari soxta yig'i qilib boshlaydi. Ko'ziga yig'ib olib, hali ba'zi bir yerlarda eshitganman. Xudodan qo'rqishdagi yig'ishga deb shunaqa. Ba'zi bir janozalarda deydi, ba'zi bir kishilar ro'molchani janozaga borishdan oldin namlab bor ekan ba'zi kishilar. Shu ko'ziga surtib ro'molchani siqar ekan, suv. Mana shu narsani odam nafratini keltiradimi, yo'qmi? Shunga o'xshash narsani ko'rib qolib qattiq jirkanib ketadi. Shunday g'azabi keladi va hozirga qadar bunaqa g'azablanmaganini eslab qoladi. Chidab turib ruhoniy ketgandan keyin o'kirib yig'lab yuboradi. Juda ham va Mersoda ham xuddi tavba qilmaydi, ya'ni o'sha pop aytgan narsalarni bajarmaydi. Va ichidan tavbasi bo'ladi u odamlar, lekin bevosita sirtda aytmaydi. Mersoda ham xuddi shunday. Men ozgina qolgan vaqtimni Xudo uchun endi sarflamayman dedi. Umrim shunday ham kam qoldi dedi. Bu fikri bilan uni xudosizlikda ayblashadi. Men aytgan bo'lardimki, insonni mana shu gapiga qarab, ma'lum bir vaziyatda o'zini ruhiy holatiga qarab oliy hukmni o'qib yuborish bu shoshilinch qaror. Qayta aytaman, inson shunaqa hissiy talvasaga tushgan paytda, g'azabi kelgan paytda o'zi istagan narsalarga teskari holatda harakat qiladi. Yaxshi. Mersoda yana bitta e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihat bor. Merso erkak kishi yoki yigit, umuman har qanday asarlarda bu sujet bor, muhabbat sujeti. Hatto mana shungada unda bir hissiyot bo'lmaydi degan tushunchalarga siz qanday qaraysiz? Afsuski, Mersoda samimiy muhabbat yo'q. Samimiy muhabbat yo'q. Ya'ni Merso oshiq yigit emasda baribir. U nazarimda shunday. Mersodan Majnunni qidirish bo'lmaydi. Mersodan Farhodni ham qidirishning imkoni yo'q. Hatto Bahromni ham topa olmaysiz Mersodan. O'sha demak shu nuqtai nazarda Marimada Mari Kardon degan qiz bilan yaqin munosabati bor. Mari so'raydi, "Meni yaxshi ko'rasanmi?" degan paytda to'g'risini aytganda, "Men seni yaxshi ko'rmayman" deydi. "Men seni sevmayman" deydi. "Lekin sen agar men bilan yashashni xohlasang, men senga uylanishim mumkin" degan gapni aytadi. Bu na sevish, na hurmat qilish, lekin begonalik emas-ku, sevgi yo'q, samimiy sevgi yo'q. Ochiq aytadi. Lekin yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketay. Mariga befarq emas. Chunki erkak kishi u. Albatta, shu ichida baribir o'ziga tegishli ayol degan tushunchasi bor Mersoda. Sud paytida, savol-javob paytida suddan keyin o'ylab qo'ydi. Mari kelgan edi sud zaliga. Shoshma, Mariga qaradimmi, qaramadimmi men? Mariga qaradimmi, qaramadim, eslolmaydi.
Menimcha qaramadim Mariga. Lekin Mariga qaramaganim bu men uni unutganimdan emas dedi. Men band edim dedi. Va yana aytadi, Mari hozir qayerda ekan degan narsa begona erkak bilan uni tasavvur qiladi. Sirtdan aytadi, mayli men bo'lmasam u baribir boshqa bilan hayot qurib ketaveradi degan fikrni aytadi o'zi, ammo ichida nimalardan uni bezovta qilib turganini ham o'zi tan oladi. Bor. Oshiq emas, lekin befarq ham emas. Qaydir jihatlardan niqobsiz odam do'stlik hissiyoti qanday? Mirsoda sizning nazaringizda do'stlik hissiyoti bormi? Do'stlik hissiyoti bor. Do'stlik hissiyoti bor. Endi do'stlikni ham o'zini har kim har xil darajaga solib ko'radi-da. Kimdir mana masalan bizda do'st sanaladigan bu og'ir kunlarda degan o'lchovlar bor bizlarda. Yaxshi kunda emas, yomon kunda bilinadi deydi. Ba'zi doim yonda turadigan tayanch do'st deydi. Sharq o'lchovlari bilan do'stligi bilan solishtirib ko'rsak, Mirsoni bu yerda yana boy beramiz. Va unda qanaqa do'stlikni ko'raman. Yordamga muhtoj bo'lgan bir odam turibdi, tasavvur qiling. Yordamga muhtoj bo'lib turgan insonga befarq qarab o'tib ketmaydi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu do'stlik shu. Ha, kim bo'lishidan qat'iy nazar, to'ppa-to'g'ri. O'sha salom insoniy hayot qoidalaridan biri bo'lib qolmaydimi? Gumanistik xatti-harakat demoqchimisiz? Shunga teng bo'lgan qarash bo'ldi, undan ortiq emas. Ya'ni masalan do'st uchun jonini fido qiladiganmi degan savol bersangiz, men unda ham yo'q deb javob beraman. Ayni paytda, ayni damdan kelib chiqaylik. Ayni dam. Mana hozir sizga yordam kerakmi? Hech yerga ketmaydi. Hozir siz yoningizda nima desangiz qiladi. Oqibatini bu masalada o'ylab ham o'tirmaydi. O'sha boya ariza yozib berish masalasi mayli yozib beradi. O'sha politsiyani yomon ko'raman deydi. Militsiya xonaga borishim kerak degan. Mayli borarman, lekin unchalik xohlamayman. Borish kerak bo'lsa boraman deb o'tiradi. Va shunaqa tabiati bor bo'lgan inson. Shunaqa. Klassik do'st emas, lekin yordam berishga tayyor bo'lgan inson. Albert Camus, Begona. Va bu asarning bosh qahramoni Mirso. Bu qahramonning hayoti qay tarzda tugadi, qanday davom etdi, nima bo'lishidan qat'iy nazar har bir odamning, u ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, bola bo'lsin, keksa bo'lsin, qalbida Mirso bor deb o'ylayman. Bu mening nazarimda. Va buni asarni o'qigan sayin odam amin bo'ladi. Bu xuddi sudiga boshda aytib o'tganimizdek, hamma mana shu sud majlisiga kirishni xohlashidayoq ko'rinib turgan narsa bo'lardi. Imkon qadar ustoz adabiyotshunos Kamol Hakimov bilan Begona asari va Mirso qahramonining xarakterini ochishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ko'rsatuvni tayyorlashda yaqindan yordam bergan iBook kitob do'koniga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.